Bugun sizlar bilan gullar haqida gaplashamiz. Gul ishqibozlari bo'lsa, ana yetishtirish gullari. Mana mana shunchalik edi bu. Shu dalish katta bo'lyapti bu. Ana dollar gullarimiz bor. Va katta dollar gul. Molar. Mana noyob gul. Yaqinga keldi. Ekspert. Meyalarimizda mogilda yashil tarafi bor. Ana. Yashili bor buni. Bu ham noyob gul bitta. Molar ham bor. Bular tayda tez o'g'it solish kerak bular tayiga. Bular parvarish qilish uchun 4 mahal suv berish kerak bularga. 4 mahal. Sigma boy. 4 mahal suv berish kerak bularga обязательно. Okay. Oz bu biz ekspert qilamiz. Gul ishqibozlari bo'lsa, shu videoga like bosib, kommentariy yozib qo'yamiz. Qachon 100 ga bo'lganimda yuzimni ochaman. 10 gacha no. Ochmayman. Giloslarimiz uje gulladi. Mana ikkinchi gullar, noyob gullar. Mana uydagi, mana uydagi gullar uje bu quridi, chunki bunga 5 kundan beri suv berilmayapti. Bu yo'qib ketgan, mana. Boya ko'rsatgan gulim kattasi bu, katta varianti. Boya gullar noyob yana. Bu yerlarda gullar yo'q. Agar mana gullar bo'lsa, bolalarga ehtiyot qilinglar. Bu tikanni tegsa, qo'li zaharlanadi, dollar gullar 3 ta. Mana bu yerda tikan gulimiz. Mana ikkita tikan. Buni nimalar ham bor, katta bo'ladiganlar. Shu 2 metr bo'ladiganlar ham bor. Shunga hozir kattalarini ko'rsataman sizlarga. 5 minutda. Hozir kamerani shu ko'chiraman. 5 daqiqa. Mana archalarimiz bor. Tovush qozlarga tovuqlarimiz ham bor. Boyagi gulni nimaga kelgani? Eshikka kelgan go'ng solamiz. Bularni tutadigan mana Zokir boy giloslar. Olingan bular. Normal gullar. Bularda nechtasi ham olingan. 1, 2, 3, 4 ta Zokir boydan olingan. Bo'lib gullarga yaqinda giloslarni qilish kerak. Hammaga hayır.